Atiga 17.500 so'm evaziga qo'ylaringizni 1 yil davomida umuman o'lim bo'lmasdan soppa-sog' asrab qolishni bilarmidingiz? Unda videoni oxirigacha ko'ring, men sizga bu haqida ma'lumot beraman. 1 yil davomida qo'ylaringizga ishlatilishi kerak bo'ladigan dorilarni keling sanab o'tamiz. Bronzot uchun vaksina 45 ming so'm turadi, bir flakoni. U degani har bir qo'yingizga 2250 so'mdan tushadi. Pasterelyoz vaksinasi ham 45-50 ming so'm turadi. Bu degani har bir bosh qo'y uchun o'rtacha 5400 so'mdan tushadi. Ospa, chechak, gul yoki ospa, chechak ham deb ataladi. Vaksinasi 30 ming 40 ming so'm atrofida turadi. Har bir bosh qo'y uchun 400 so'mdan tushadi. Oqsildi vaksinasi, ya'ni yashur vaksinasi o'rtacha 30 ming 40 ming so'm atrofida turadi. U ham har bir bosh qo'y uchun o'rtacha 400 so'mdan tushadi. Antigelmetiklar 1 yilda 4 marta chiqsangiz, o'rtacha narxi 70 mingdan 140 ming so'mgacha, o'rtacha 100 ming so'mdan hisoblaydigan bo'lsak, har bir bosh qo'yingizga 4 ming so'mdan tushadi. Ivermektinlar 14 mingdan 20 ming, 25 minggacha, o'rtacha 20 ming so'mdan hisoblaydigan bo'lsak, har bir bosh qo'yingizga 2 ming so'mdan tushadi. Bu xarajatlarni hammasini hisoblab chiqadigan bo'lsangiz, har bir bosh qo'yingizga 17.250 so'mdan xarajat to'g'ri kelyapti. Quyidagi dorilarni qanday ishlatishni bilishni xohlasangiz, kommentariyaga plus belgisini qoldiring. Men sizga bu haqida batafsil ma'lumot beraman. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, bu videoni qo'y boquvchi tanishlaringizga jo'natib qo'yishni unutmang.